Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bu semestr davomida uchta fanida amaliyot mashg'ulotlar egamberlik vaqtiyozdan olib boraman. Hop, ma'ruza darsini esa Ahmedov Qo'rqindonni olib boradilar. Bu semestr davomida sizlarga 36 soat ma'ruza mashg'ulotlari, amaliy mashg'ulotlari ham 36 soat, mustaqil ta'lim 59 soat rejalashtirilgan. Sizlar bilan bugungi birinchi amaliy mashg'ulotlarni boshlaymiz. Birinchi amaliy mashg'ulot darsimizning mavzusi normativ va texnik hujjatlar bilan tanishtirish. Normativ va texnik hujjatlar qurilish tizimida qurilish me'yorlari qoidalari va shaharsozlik normalari va qoidalari. Bular nima? Har bir tizimda tartibga soltiradigan o'zini qonun qoidalari bor. Qaysi joyda tartib intizom bo'lsa, o'sha joyda rivojlanish bo'ladi. Xuddi shunday qurilish tizimida ham tartibga soltiradigan hujjatlar qurilish me'yorlari qoidalari va shaharsozlik normalari va qoidalari hisoblanadi. Buni biz katta bir tizim deydigan bo'lsak, bu tizimni bo'limlarga bo'lib sizlarga tushuntiraman. Bo'limlarni reja qilib yozib olganman. Mana birinchi rejamiz tashkiliy uslubiy me'yorlar. Ikkinchisi loyihalashning texnik me'yorlari. Uchinchisi qurilishni ishlab chiqarish texnologiyasi va tashkillash qoidalari. To'rtinchisi iqtisodiy me'yorlar. Tashkiliy uslubiy me'yorlar. Bu bo'lim o'z navbatida quyidagi guruhlarga bo'linadi. Mana birinchi guruhimiz qurilishda me'yorli hujjatlar tizimi. Ikkinchi bo'limiz izlanishlar. Uchinchisi loyihalash va hujjatlar tizimi. To'rtinchisi qurilishni tashkil etish va texnologiya hujjatlar tizimi. Xo'p. Keyingi bo'limga o'tayotgan bo'lsak, loyihalashning texnik me'yorlari. Bu bo'lim o'z navbatida quyidagi guruhlarga bo'linadi. Birinchisi umumiy texnik me'yorlar va talablar. Ikkinchisi zaminlar va poydevorlar. Uchinchisi qurilish konstruksiyalari, temir beton, po'lat, armaturalangan, yog'och va aralash va boshqalar. To'rtinchisi bino va inshootlarning muhandislik jihozlari, tarmoqlari, issiqlik ta'minoti, isitish, shamollatish, havoni tozalash, gaz ta'minoti, past kuchlanishli tizimlar, chiqindilarni qayta ishlash. Beshinchisi transport inshootlari, magistral quvurlarni o'z ichiga olgan holda. Oltinchisi gidrotexnik, energetik, meliorativ sug'orish tizimlari inshootlari. Yettinchisi shaharsozlik. Sakkizinchisi turar joy, jamoat binolari va inshootlari. To'qqizinchisi sanoat, ma'muriy maishiy binolari va inshootlari. O'ninchisi yer ajratish me'yorlari. Keyingi bo'limga o'tayotgan bo'lsak, qurilishni ishlab chiqarish texnologiyasi va tashkil etish qoidalari. Bu bo'lim o'z navbatida quyidagi guruhlarga bo'linadi. Birinchisi qurilishni ishlab chiqarishdagi umumiy qoidalar. Ikkinchisi zaminlar va poydevorlar. Keyingisi qurilish konstruksiyalari. To'rtinchisi himoya, izolyatsiya va pardoz qoplamasi. Beshinchisi muhandislik va texnologik jihozlar va tarmoqlar. Oltinchisi transport inshootlari. Yettinchisi gidrotexnik inshootlar. Va so'nggi bo'limimiz bu iqtisodiy me'yorlar. Bu bo'lim o'z navbatida quyidagi guruhlarga bo'linadi. Birinchisi tashkiliy uslubiy hujjatlar. Ikkinchisi qurilish ta'mirlash ishlari uchun resurs elementlari, smeta me'yorlarining to'plamlari. Keyingisi qurilish mashinalaridan foydalanish uchun resurslar smetalari to'plamlari. To'rtinchisi jamoat va ma'muriy binolar inventar va jihozlari sarflariga resurs me'yorlari smetasi. Davolash profilaktika ahamiyatidagi obyektlar. Va oxirgisi jihozlarni o'rnatish uchun resurslarni baholash to'plamlari. Bu hozir bo'limlar va guruhlar bilan sizlarni tanishtirib o'tdim. Bu semestr davomida sizlar bilan turar joy binolari haqida gaplashamiz. Shuning uchun turar joy binolarini shakllantirib misolida bularni hozirga tushuntirib o'taman. Xo'sh, mana ko'rib turibsizki, shaharsozlik normalari qoidalari turar joy binolariga, ya'ni shaynga 2080105. Bu nima degani? Shaynga 2080105 ko'rib turibsizki, bu 2 degani ikkinchi bo'lim degani. 08 bu ikkinchi bo'limdagi 8-guruh.
Bu 01 esa bu o'sha bo'limda turgan tartib raqami. 05 bu o'shaning chiqqan yili. Xo'sh, mana o'ng tomonda turganimiz shaharsozlik norma qoidalari, jamoat binolari va inshootlari. Ko'nikma SHEINKA 2080209. Buni ham ko'rib turibmizki, ikkinchi bo'lim 8-gruppa, xo'sh, ikkinchi tartib raqamda turganligi 2009-yil chiqqan. Xo'sh, nimaga bular SHEINKA? YQMQ bilan SHEINKAning qanday farqi bor? 2000-yilgacha chiqqanlari qurilish me'yorlari va qoidalari bo'lib chiqqan, 2000-yildan keyingilar esa shaharsozlik normalari va qoidalari bo'lib chiqqan. Shu bir-biridan farqi bilan. Xo'p. Sizlar bilan keyingi darsda bularni qayerdan olish haqida tushuntirib o'taman. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.